Alcatraz'ga ketishdan oldin nonushta qilyapmiz. Meni 2 o'g'lim bor. Ham chiroyli. Hozir mana shu Alcatrazga ketamiz. Qayoqda? Tikitimiz 12:30 da ekan, 12 deb kelib olgan ekanmiz. Muhammad sochiga netchi? Ha? Qamoqxonani ko'rgani ketyapmiz, lekin bu yerda ota-bolalar futbol ko'rib ketyapti. Ispaniya bilan Fransiyani o'yinini. Spaniyan friend. Navbatimiz keldi. Endi chiqib ketyapmiz. Odamlar ustiga chiqib ketyapti mana Golden Gate National Recreation Area. It is my great pleasure to say welcome to your national park. This is my top 3 tips. Tip number 1, up that road to your right, metal staircase and ramp on the left. Senga bilan gaplashyaptimi? Hajmer. Bugun biz dunyodagi eng mashhur qamoqxonalardan biri Alcatraz oroliga yo'l oldik. San Fransiskodan kemaga chiqib, taxminan 10-15 daqiqada Alcatraz oroliga yetib keldik. Dengiz o'rtasida joylashgan bu kichkina orol tashqaridan juda chiroyli ko'rinadi. Ammo bir paytlar bu yer Amerikadagi eng qo'rqinchli qamoqxona bo'lgan. Bolalar bilan orolni aylanib, mashhur Cell House ichiga kirdik, ya'ni mahbuslar saqlanadigan asosiy bino. Audio turni tavsiya qilaman, chunki o'zingizni xuddi o'sha davrga tushib qolgandek his qilasiz. Audio yozuvlarda sobiq qo'riqchilar va mahbuslarning haqiqiy hikoyalari eshittiriladi. Eshitayotganingizda qamoqxona yo'laklarida yurganingiz uchun hammasi juda real tuyuladi.
Bu yerda eng qiziq joylardan biri mashhur qochish bo'lgan kameralar. Biz Frank Morris va Anglin aka-ukalari devorni qoshiq va oddiy asboblar bilan sekin-sekin teshib chiqqan kameralarni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Kamerada ular yasab ketgan soxta boshlar ham namoyish etilgan. Shu soxta kallalarni karavotga qo'yib, qo'riqchilarni aldashgan va tunda qochishga muvaffaq bo'lishgan. Ularning keyingi taqdiri esa hanuzgacha sirligicha qolmoqda. Agar bu voqea sizga qiziq bo'lsa, Escape from Alcatraz filmini albatta ko'ring. Film aynan shu mashhur qochish haqida. Qamoqxona 1934-yildan 1963-yilgacha faoliyat yuritgan va bu yerga Amerikadagi eng xavfli jinoyatchilar yuborilgan. Har bir kamera atigi taxminan 1,5 ga 2,7 metr bo'lgan. Ichida faqat karavot, unitaz va kichkina rakabina bor. Tasavvur qiling, mahbuslar yillar davomida mana shunday tor joyda yashashgan. Bugungi kunda Alcatraz muzeyga aylantirilgan va San Fransiskoga kelgan millionlab sayyohlar bu tarixiy joyni ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Agar siz ham San Fransiskoga kelsangiz, Alcatrazni albatta rejangizga qo'shing. Ayniqsa audio tur bilan aylansangiz, bu joyning tarixini butunlay boshqacha his qilasiz. Bu Alcatrazdagi mahbuslarning ochiq havoga chiqadigan maydoni, qamoqxonadagi ozgina erkinlikni his qiladigan yagona joy. Tasavvur qiling, aynan shu yerda Al Capone va boshqa mashhur mahbuslar yurgan, sport bilan shug'ullangan va mana shu zinopoyalarda o'tirib dam olgan. Eng ta'sirlisi esa shu baland devor ortida San Fransisko shahri ko'rinib turgan. Mahbuslar shaharning chiroqlarini, kemalarni, hatto ba'zan shamolga qo'shilib keladigan musiqa ovozlarini ham eshitishgan. Lekin u yerga yetib borishni ilojisi bo'lmagan. Devorning narigi tomoni esa to'g'ridan-to'g'ri muzdek okean, suv juda sovuq, oqimlar esa nihoyatda kuchli. Shuning uchun Alcatrazdan qochish nafaqat qamoqdan qochish, balki tabiat bilan ham kurashish degani bo'lgan. Shu yerda turib bir necha 100 metr narida erkin hayot bo'lsa-yu, lekin unga hech qachon yeta olmaslik qanday tuyg'u ekani deb o'ylanib qolasiz. Bu Alcatrazning izolyatorlari. Qoidalarni buzgan yoki tartibsizlik qilgan mahbuslar bir necha kun, ba'zan esa haftalab shu tor va qorong'u kamerada yolg'iz saqlangan. Bu yerda ular deyarli hech kim bilan gaplasha olmagan va vaqtning katta qismini mutlaq yolg'izlikda o'tkazgan. Eng og'ir jazo mana shu edi. Alcatrazda kutubxonalar ham bo'lgan ekan. Yaxshi xulqli mahbuslar kitob o'qishga ruxsat olgan. Kitob o'qish ularning eng kam sonli erkinliklaridan biri hisoblangan. Kutubxonada millionlab kitoblar bo'lgan. Hallelujah. Mana shunaqa qilib ko'rishgan ekanda. Nimani? Shaharga qaragan ikkita ko'prik ko'rinib turibdi.
Alkatraz faqat qamoqxona bo'lmagan, bu yerda chiroyli bog'lar ham bo'lgan. U bog'larni Alkatrazda yashagan harbiylar va ularning oilalari barpo qilishgan. Ular orolni sovuq va shamoliy sharoitiga mos daraxtlar, gullar va o'simliklar ekishgan. Keyinchalik qamoqxona davrida mahbuslar va xodimlar ham bog'larni parvarish qilishda qatnashgan. Qiziq tomoni, Alkatraz deyarli yalang'och qoyali orol bo'lgan. Shuning uchun bu yashil bog'larni yaratish oson bo'lmagan. Tuproq olib kelishgan va o'simliklarni shamoldan himoya qilish uchun maxsus usullar qo'llashgan. Qamoqxona yopilgandan keyin bog'lar yillar davomida qarovsiz qolgan, ammo keyinchalik ular qayta tiklandi. Bugungi kunda Alkatraz bog'lari orol tarixining boshqa bir tomonini ko'rsatadi. Hatto eng qattiq joyda ham tabiat va go'zallik saqlanib qolgan. Qamoqxonada ota-bolalar futbol ko'rib o'tiribdi. Kim yutyapti? Alkatraz qamoqxonasi 1963-yilda yopilgandan keyin orol bir necha yil bo'sh qolgan. 1969-yilda Native American faollari orolni egallab 19 oy yashashgan. Keyinchalik hukumat ularni chiqarib yuborgan. Bugungi kunda esa Alkatraz tarixiy joy sifatida saqlanadi va har yili millionlab sayyohlar eski qamoqxona, bog'lar va orol tarixini ko'rish uchun tashrif buyuradi.